Endi qaysi oy, iyunmi bu? Aprel. Bu chaqirsa o'ta mo'shinib ketadi. Hali to'lov bor ekan-da buni kelmabdi-da buni. Asli tozalasa ekan, Bitta bo'yi, ikkita makon chiqib qoldi. Makon bormi? Mana o'sha to'ch. Buni qo'yib nari Koreyani ham ochib ko'rasiz. Koreyani. Chiqirgan yo'q. Chiqirgan yo'q bu. Shunday xo'roz a. 1,5 kilo bora, 5 kiloga yaqin. Buni ham to'lovi kevormabdi. Bu yumshoq ovqat yesa, pamoy, ana shu untilgan non yesa, baliq yesa tez keladi to'lovi. Bu 100 tali pirvozni Koreyada bu. 100 tali pirvozni Koreya buni bu bolaga ekan, zotga faqat. Chunki yoshligida oyog'i singan ekan, a? Mashidan, ikkovi mashidan singan. Ikkala oyog'i. Hozir ham shuni qiladi. Maka ham so'radim bemalol. So'radi bemalol. O'ta mo'shin ekan Nordola. O'ta go'zal. Turushlari mana. 100 tali pirvozni Koreya. Buni hozir ishqibozlarga so'ramiz, a? Yelkalari ham keng. Yelkalari ham o'ta keng. Asli bo'ladigan narsa ekani, bolalikda oyog'i singan hozir bilinmaydi, faqat o'ynab bo'lmaydi. Zotga endi bu. Asharani qarab ko'ring. Raketa qanot ekan, asli pilotkalari ham chotka ekan. Zo'r ekan. Qarlari ham bo'lakcha ekan, aka. Ozgina qopti to'lovi. Ha, bu hozir makiyonlar bilan yuribdi-da, o'shanga bunaqa patlari ham xunuk bo'lib ketdi. Buni astoydil bola olib qaraydiganga uvol qilmay berish kerak aka buni. Ishqibozga berish kerak. Bu mart bo'lsa kerak a? Ha. Fevralmi? Ertangi ekan-da, rosa bolaga qo'shadigan ekan-da, demak a? Fevral. Mana fevral ekan do'stlar. Kichkinagina piqchasi ham bor ekan. Yanvar oxiri, fevral boshida. Kesakni ham yeyapti. Nima, bunga makon qo'shganmiz? Ha, Mana ganoy qo'shganmiz. Ganoy ham qo'yilibdi. Bir chiroy chiqadi. Tuxumlari bormi yo'qmi? Mana qo'yar, mana mana qarang, yirik ekan makona. Makon ham chakan emas ekanda. Bu ganoy zot aka bu. Bu ganoy ekan. Mash makonga qo'shilibdi-da. Yaxshi makonga qo'shilibdi. Mana. Tuxumlamayaptimi o'zi bu? Tuxumga keldi o'zi. Keldi, ha. Yopishib oldi. Nech pul deymiz bu narxiga? Aytavering. Ikkovi mashina. Ammo hozir ham qo'ysa, Lekin hozir yurib bemalol makonni bosaveradi, ha? solishaveradi. Solishaveradi, ha? Lekin ham urishaveradi. Vojon insofli. Savdo qo'yapmi bu? Mazasi yaxshimi? Ha, yaxshi. Asli bu oppoqqina bo'lgan ekan, ha? Otasi oq bo'lgan. Otasi oq bo'lgan, bu mallarang bo'lib chiqibdi-da. Onasi haligi koreyskiy sariq bor-ku, Ha. shundan bo'lgan. Ha. Bu cho'ja, yosh bola cho'ja. Hozir lekin tomoq og'rig'i yo'q shekilli. Yo'q. Tashqarida yuraver ekan, bu chiniq qilib qolibdi-da bu. Chiniq pishib qolibdi bu. Sog'lom, mana shu yerda yuradi, xolos. Yuraveradi, gap yo'q. Koreya ekanmi? Katagi yo'qda joylab. Katagi yo'q.
Buni ham tanasi bir xil ekan, pashtimi? Teng ekan, bir xil ekan. Mana. Misal kuzdirroq ekan-a? Bu onasiga tortib ketdi-da. Ha. Sariq desang sariq emas, Qora desang qora emas, desang qora emas. oq desang oq emas. Ajoyib. Ular ham rostmana chaqirib xo'roz bo'lib qolsa, partlari to'la chiqib turuvdi ekanda hali. Ajoyib. Tomoshada o'rtoqlar nima qilavergan? Bir-biriga betlamaydi. Yaxshi. Nimaki makiyonga ham qaramaydi ular. Qo'rqib narsa qilib yurganiga. Bu yerda har xil tovuqlar bor ekanda, aralashgan, ha? Chatishgan, dekorativniy parandalar ham bor ekanda bu yerda. Shu Tulaymak ekanmi shu? Onasi ekan buni. Saman juda ham chiroyli ekan, prosta, ha? To'lab bor ekan jicha. Cho'ja. Makiyona? Makiyon Ganoy makiyon ekan, Tulak ekan. Xo'rozni oyog'i osal horib qopti, o'xshab qopsiz-da. U zak o'tgan bundan. O'xshab qopti. O'xshab qopti. Makiyonlar chiroyli, sog'-salomat, yaxshi ekan. Makiyon juda chiroyli kelishgan makiyon ekan. Xo'rozimiz sal oyog'i horib qopti.